Aziz yurtdoshlar, mana bizning kotelimiz mana shunday Tbilisiga. Tak, shunaqa koteldan ikkita qo'ydirganmiz. Kechki soat shu 7 ga yaqin 6:30larda qo'shamiz. Bismillah. Hozir kechki payt ozgina salqin, shuni hisobiga bir 70 ga qo'yamiz. Shu bilan normalni ushlab turadi ertagacha. Yaxshi ushlaydi. Bodringlarimiz, bu yog'imiz salqin bo'lgan hisobiga motorlarimiz suvni aylantiradi, issiq suv. Salqin bo'lgan hisobiga bu yoq bodringlarimiz kichkina. Mana bu yoq baland Tbilisimiz. Bu yoq yangi qurilgan Tbilisi. Shuni hisobiga kichkinaroq bular orqada. Mana chekkalari salqinda shunaqa, bu yoq o'rtalari yaxshi. Mana obuna bo'lib qo'yamiz aziz yurtdoshlar. Har kuni videolar qo'yib boryapman. Yomon emas, Xudoga shukr. Shu bir haftada 70 taga yaqinlab qoldik. Obunachilar hammaga rahmat. Obuna bosib qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat kattakon. Mana Xudo xolasa, bu yoq kun yaxshi endi. Kotelda ham sekin o'chiramiz. o'n 15 kunlarda sotishni boshlaymiz. Xudo xolasa videolarni qo'yib boraman. Aziz yurtdoshlar, qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa obunachilarga sovg'alar ulashamiz. Xudo xolasa 1000 tadan oshib olaylik. Jonli efirda Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketsa. Inshaalloh. Sizlarning yordamlaringiz bilan. Hammaga kattakon rahmat.